Xullas qarindoshlar, chopperga mizlagan banan bilan shoptolini solib, slivka solib, yaxshilab chopperda aralashtiradigan bo'lsak, shunday marojniy bo'lar ekanmish-da. Bay. Endi esa biz buni o'xsharmikan-a? deb turib, birinchi bo'lib bir-biridan chiroyli bo'lgan bananlarni tozalashdan boshladim ishni. Qarindoshlar, men sizlarga bitta sirni ochaman. Bananni morosilkada muzlatishdan oldin birinchi bo'lib postidan archib shunaqa to'g'rab olinglar. Ato muzlagan bananni postidan tozalash shunaqangi qiyin bo'ladi. Shu desanglar qarindoshlar, do'konda shoptoli yo'q ekan-da. Shoptolini o'rniga bir chiroyli kattagina mango oldim. Mazasi ham rosa zo'r ekan. Sizlar ko'rgan videoda banan bilan shoptolini aralashtirib marojniy qilib bergan bo'lsa, men sizlarga yangilik qilib banan bilan mangoni aralashtirilganidan shoptoli qilib beraman deb. Xo'sh qarindoshlar, to'g'ralgan bananimiz bilan mangomizni kamida 5 soatga morosilkaga muzlatishga jo'natamiz. Bananimizda yong'oq chaqsa bo'ladigan darajada muzlagandan keyin muzlagan mevalarimizni ketma-ketlikda chopperga aralashtirib solamiz qarindoshlar. Ustidan men shokolad ham sovardim. Eng asosiysi qaymoq solishingizdan chiqmasin. Ogohlantiraman qarindoshlar, hamma chopperlar va hamma blenderlar ham muzlagan mevalarni maydalab bera olmaydi. Va nihoyat qarindoshlar, videomizni eng asosiy joyi, ya'ni degustation joyi, marojnilarimizni shunaqa chiroyli qilib bezatgandan keyin qani bismillahirrohmanirrohim deb yeb ko'rganimni bilaman. Mazasi prosta chiqibdi shu desanglar. Xo'p, bizatini uyda sinab ko'ringlar.